Assalomu alaykum. Bugun 24-noyabr. Konsertimizni 3-kuni o'z nihoyasiga yetdi. Bugun kutilmagan surprizlar bo'ldi. Bugun onajonim primadonnamiz Yulduz Usmonova bugun konsertimga kutilmagan holda kirib keldilar va o'zim ham hayajonlanib ketdim. To'g'risi jim bo'lib qoldim va bo'shashib qoldim. Shiliq etib tushdim, chunki farzand onasini ko'rganda voy onam deydi-ku, men ham xuddi shunaqa bo'shashib, relaks bo'lib qoldim deydi-ku. Keyin albatta konsertimizni chiroyli qilib o'tkazdik. Mana bu gullarni shunchaki ko'ring, meni muxlislarim olib kelgan. Muxlislarim olib kelgan mana. Bu muxlislarim olib kelgan gullar, chechaklar, sovg'alar hammasi bebaho. Buni meni onajonim olib keldilar. Kiyimimga moslab mana yo'l-yo'lakay chiroyli qilib olib kelishibdi. Ayam olib kelganman. Buni nima qilaman? Bittasini uzaman, kitobning ichiga qo'yaman, press qilaman va shunaqa qilib buketimni esdalik qilib har bittasini olib qolaman. Sizlar o'ylamanglar, что gullar to'g'ri tez so'lib qoladi. Hozir-ku bir hafta 10 kun turadi yana. Lekin men har bittasidan bitta esdalik olib kitobning ichiga shunaqa saqlaydigan o'zimni hobbiyim bor. Shunaqa 2025-yil konsertimdan buketni daftar kitobcham bor, shu yerga joylayman hammasini. Sizlar bilan keyin Instagram sahifamizda bo'lishaman. Do'stlarimga, kollegalarimga, muxlislarimga, hammangizga kattadan katta rahmat deb qolamiz va jamoamizda ishlayotgan men bilan birga liboslarimni gapiryapsizlar. Maryam Batirovaga rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Taqinchoqlarimni, ukrashayalarni gapiryapsizlar. Filiz Diamondga mana qarang, qanaqa dahshat. Qaratlarni qaranglar. Ayollar tushunadi sirazu, tushunadigan tushunadi. Filiz Diamondga rahmat, alohida har bir detal uchun va sozandalarimizning ham kiyimlarini qilgan shoh dizayneriga ham alohida rahmat deyman. Hammalaringizga katta rahmat. Bu makiyaj prichoska uchun Gulnozaga rahmat, Jamolga rahmat va albatta bizning konsertimiz homiysi Hamshahar turar joy majmuasi Hamal guruh, hammasi bir joyda joylashgan va bu yerda aytilmagan, yozilmagan qonunlarimiz bor. Uning ichida Umidaxon singlim bor, har doim yonimda turadi. Podдержка qiladi, katta rahmat. Shu bizning ichimiz shu. Lekin hozir buni hammasini olib chiqib ketishmoqchi. Ana yomonlar kelyapti, gulimizni olib chiqib ketgan.